Assalomu alaykum. Spektrum geometriya 6-8 kitobidan darslarimizni boshlaymiz. Bu kitobimiz 7 ta chapterdan, ya'ni 7 bobdan iborat. Birinchi darsimiz nuqtalar va to'g'ri chiziqlar. Nuqta va to'g'ri chiziq geometriyaning boshlang'ich tushunchalaridan. Ular geometriyada ta'rifsiz qabul qilingan tushunchalardan hisoblanadi. Nuqta, ya'ni point inglizchada. Nuqta uzunlikka, o'lchovga ega emas, lekin u bizga fazodagi joylashuvni ko'rsatib beradi. To'g'ri chiziq line har ikki tomonga ham cheksiz ketadi. To'g'ri chiziqning har ikkala yo'nalishiga ham ko'rsatkich bilan chiziladi. Ya'ni bu strelkalar ikkala tomonga ham cheksiz cho'zilayotganining belgisi hisoblanadi. ST to'g'ri chizig'imizni nomi bilan aytishimiz mumkin. Line ST yoki TS. Biz nomi bilan aytayotgan paytimiz belgi ishlatishimiz shart emas. Belgi ishlatgan paytimiz nomini yozishimiz shart emas. Xo'p, belgisi qanaqa? Belgisi ikkala tomonga ketayotgan strelka. Line segment, ya'ni kesma. Kesma bu to'g'ri chiziqning ikki nuqta bilan chegaralangan, shu nuqtalarni ham o'z ichiga olgan qismidir. Bu nuqtalar kesmaning uchlari deyiladi. Inglizchada end point, ya'ni uchlari yoki chegaraviy nuqtalari, tugash nuqtalari. Kesma ham xuddi to'g'ri chiziqqa o'xshab ikki xil nomlashimiz mumkin, ya'ni ikki xil berishimiz mumkin. Agar biz line segment UV yoki VU deb atashimiz mumkin, yoki nomini aytmasdan belgisi bilan. Belgisi to'g'ri chiziq, ya'ni bunda strelkasi to'g'ri chiziq, chegaralangan to'g'ri chiziq. Xo'p, misollarimizga qaraymiz. Xo'p, figuralarni nomlang deyapti. Birinchisini javob bizga berilgan ekan. Ya'ni bizga AB to'g'ri chiziq berilgan, uni ikki xil nomlashimiz mumkin. Birinchisida nomi line so'zi berilganda unga belgi qo'yilmagan. Ikkinchisida line so'zi yo'q, ya'ni to'g'ri chiziq so'zi bo'lmaganda faqat belgi bilan berilgan. Xo'p, bizdan quyidagi 2-3 misollarni xuddi shunday ishlab qo'yishimiz kerak. Ya'ni ST to'g'ri chiziq belgisiz berganda ST to'g'ri chiziq yoki DC CD DC. Endi belgi bilan beradigan bo'lsak, line so'zini ishlatmaymiz.
belgisi ikkala tomonga ketgan, ya'ni strelkasi bor chiziq edi. Uchinchisi ham xuddi shunday ishlab qo'yamiz. Line ishlatmaganda belgisini qo'yishimiz kerak. Xo'p, to'rtinchisida kesma berilgan line segment JH HJ. Endi belgi bilan bergan paytda line segment so'zini ishlatmaymiz. Bunda HJ. Xo'p, endpoint bilamiz, chegaraviy nuqtalar edi. H bilan J chegaraviy nuqta hisoblanadi. Beshinchisida ham JK KJ KJ demak belgi bilan yozamiz. Line segment ishlatmaymiz. Endpoint KJ bo'ladi. Chegaraviy nuqtalar. 6 va 7 misolda bizga chizing degan. Ya'ni line LM. LM to'g'ri chiziq. Xo'p, LM ni qayerga qo'yishimizni ahamiyati yo'q. Ya'ni orasi juda katta, kichik bo'lishini ahamiyati yo'q. LM bu to'g'ri chiziqni nomlash uchun qaysidir joyga joylashtiriladi. Orasidagi masofa kichik, katta bo'lishi ahamiyati yo'q. Keyingisi ham PQ, bu ham to'g'ri chiziq, faqat nomi bilan bermagan, belgisi bilan bergan. RS bu nima? Kesma line segment. TU bu ham to'g'ri chiziq ekan. Belgisi bilan berilgan. Xo'p, bu dars tugadi. Ya'ni nuqtalar va to'g'ri chiziqlar mavzusini davomi bor. Shuni ko'ramiz. Kolinear nuqtalar deb bir to'g'ri chiziqda yotgan 3 va undan ko'p nuqtalarga aytiladi. Masalan, W, X, Y bir to'g'ri chiziqda yotgan 3 ta nuqta. Bu kolinear nuqtalar hisoblanadi. Agar bular qatoriga qanaqadir yana cho'zilib T, Klar bo'lganda ham bu beshalasi kolinear nuqtalar hisoblanar edi. Qachon kolinear bo'lmaydi? Ya'ni non kolinear. Agar bir to'g'ri chiziqda yotmasa, kolinear bo'lmaydi. Ya'ni masalan W, X, Y deydigan bo'lsak, 3 ta nuqtamiz bir to'g'ri chiziqda yotmaganligi uchun bular kolinear hisoblanmaydi. Main point, ya'ni o'rta nuqta deganim. Masalan bizda W, X, Y bo'lsa, mana buni hisobga olmaganda shu bo'lsa, o'rtadagi nuqta X bo'ladi. Main point X bo'ladi. Berilgan bizga. Xo'p, endi misollarimizga kelamiz. Xo'p, birinchi misolimizda M, K, N bu kolinearlik ko'rinib turibdi. Bir to'g'ri chiziqda yotgan 3 ta nuqta. Masalan, M, K, J kolinear emas, M, K, L kolinear emas. Bizga kolinearlar kerak. J, K, L kolinear. Demak, bu yerda bizga berilganlar ichida M, K, N kolinear, J, K, L kolinear. Demak, MKL bilan
MKJ nima bo'lmadi? Kalinyar bo'lmadi. Ikkinchi misolimizda ham kalinyarlarini topishimiz kerak. Bizga A, B, C kalinyarligi ko'rinib turibdi. Bitta to'g'richiziqda 3 ta nuqta yotibdi. Ya'ni 4 ta bo'lsa ham bu 4 talasi kalinyar hisoblanadi agar shu to'g'ri chiziqda bo'lsa. Demak, ABCni belgilaymiz. Bu nima? Kalinyar. B, D, G. Bular ham kalinyar. Topamiz B, D, G ni. Bu ham kalinyar hisoblanadi. Xo'p, A, D, Y. Bu ham kalinyar. Bular kalinyar emas. Xo'p, 3-misolimizga keldik. 3-misolimizda nima deyapti? Chizma berilgan. Bu to'g'ri chiziqni chizmasi. To'g'ri chiziq berilgan. Bizga to'g'ri nomni ayting deyapti. To'g'ri nom qanaqa? Masalan, L, M yoki ML belgisi bilan berilgan, bu to'g'ri. Nega ML va LM belgisiz berilgan? Bu to'g'ri bo'lish uchun nima bo'lish kerak edi? Nomi yozilishi kerak edi. Line ML yoki LM deb nomini berganimizda bu to'g'ri bo'lar. Nomi yozilmaganligi uchun belgi bilan berilganlar to'g'ri hisoblanadi bu yerda. Xo'p, bizga ikkita nuqta berilgan, chiziq bo'lagini chizing deyapti. Xo'p, chizganimizdan keyin bizga kesma hosil bo'ladi. Kesma nima edi? Line segment, ha? Ya'ni chizdik. Line segment NO yoki ON. Agar biz ham line segment so'zini yozmasak, belgisi bilan beradigan bo'lganimizda qanaqa yozardik? NO yoki ON. Chegaralangan chiziq. Shu bilan birinchi darsimiz o'zini nihoyasiga yetdi, ya'ni nuqtalar va to'g'ri chiziqlar mavzusi. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha salomat bo'ling.